Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana karlik germelin quyonlarimiz. Hozir qachon tuqqan ekan? 11-noyabrda tuqqan ekan. Bugun nechi? Kechagi kuni, bu 10 kun oldin konkursga qo'ygandik. Ya'ni kim kommentariyasi ko'p like yig'sa, o'sha odamga beramiz dedik. Mana kecha g'olibni aniqladik jonli efirimizda. Qo'qonlik Elmurodjon ukamiz yutdi. Yoshroq bola ekan u bola. Inshaalloh mana bugun chiqarib yuboryapmiz. Jinsini tekshirganim yo'qman. O'sha paytda ham aytganman, jinsini tekshirganim yo'qman deganman. Hozir ham tekshirganim yo'qman, qiziqishga ham, chunki va'da berilgan. Peshona bu yog'i. Sifati juda go'zal. Hamma yog'i joyida. Elmurodjon ukamiz qiziqib mana kecha telefon qildi. Gaplashdi, ertaga chiqarib olaman ukajon inshaalloh dedim. Mana bugun chiqarib olyapmiz. Korobkaga joylab mana korobkalarga poxollarni solib qo'ydik. Inshaalloh chiroyli qilib solib jo'nataveramiz. Yana bu yangi yoshlik uchun bu ukamiz. Mana ozgina ko'rim ham berib oryapmiz. Mayli o'zimizni yangi quyonchilardan bo'lib yetsin. Yangi chiqib qiziqib mana harakat qildi. Mana shuncha odamning ichida mana shu quyonlarni yutdi. O'rtoqlaridan, og'aynilaridan telefonni olib, podpiska bo'lib, obuna bo'lib, like'larni bosib g'olib bo'lgan ekan. Mana endi yana bitta yordamimiz shu ukamizga mana o'zining ko'rimi bilan. Bu ko'rim ham bu ikkala karlik quyonimizga anchaga yetadi. Baraka topsin. Elmurodjon ukamiz katta quyonchi bo'lsin ilohim. Yana inshaalloh yaqin kunlarda yana qilamiz konkurslar. Albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Kuzatib boringlar. Albatta obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh mana Qo'qonga ketyapti. Ko'rimi bilan korobkaga joylaymiz. Mana solyapmiz. Teglari yaxshi, tumshuqlari yaxshi, oqmagan. Mana Xudo xohlasa ketyapti. Mana ko'rimni ham soldik shu yerga. Yonidan baylab qo'yamiz endi. Elmurodjon ukamiz yaxshi kunlarga boqing, baraka toping ilohim. Gap yo'q. Albatta kanalimizni kuzatib, like'larni bosib, kommentariyalar yozib qo'yaverasiz. Rahmat, biz rozimiz. Yaxshi kunlarga boqsin ilohim. Albatta like'larni bosib qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Like'larni bosib, o'z izohlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.